Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz 2025-yil 30-sentyabr sanasida Buxoro viloyati geofizika mahallasi, geofizika mahallasidamiz hozir. Mana bizning doimiy mijozimiz, doimiy hamkorimiz Islom aka. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ushbu ko'rib turgan bolgarskilaringiz Islom akani o'zlarining issiqxonalarida yetishtirilgan Burabella navi Agroexport Group kompaniyasi tomonidan O'zbekistonga eng sara urug'larni hamda eng yuqori sifatga ega bo'lgan genlarni import qiluvchi, yetkazib beruvchi kompaniya tomonidan yetkazilgan Burabella navi. Xo'p, Islom aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, biz siz bilan mana necha yil bo'ldiki hamkorlikda ishlab kelayotgan bo'lsak agar, doimiy sizda bo'layotgan natijalarni ko'rib, biz kompaniya tomonidan o'zimizga xursand ham motivatsiya deydimi, shuni olib kelyapmiz, hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Sizni o'zingizni fikringiz qanday kompaniyamiz haqida? Keyin batafsil nav haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Kompaniya a'lo, zo'r, fikrimiz juda a'lo. Mana mineral o'qdan olamiz, beryapmiz vaqt-vaqtida. Zo'r natijasini ko'ryapmiz. Rahmat kompaniyaga. Navga kelsak, Burabella navida juda xursandmiz. Yoshligidan qarayapmiz, chiroyli qilib. Xafa qilib qo'ymadi, xursandmiz. Zo'r. Endi shu joyda bir nimani aytib o'tsak, ma'lumotni. Oldingi yillarda siz Qizil Rejet kompaniyasi shunday. Rejet navini yetishtirardingiz issiqxonangizda. Shunday. Hozir biz bu navni, ya'ni Burabella navini sizga taklif qilgan vaqtimizda ozgina ikkilanishlar bo'ldimi? Endi обязательно bo'ladi, baribir birinchi marta qurganda ikkilanish bo'ladi. Lekin o'zgartirib qo'ymadi, juda xursandman. Ana kecha terim qildik, ana ola terim qilgansak ham, mana hosilimiz juda a'loda, ko'p hosilimiz kam emas, miqdori juda chiroyli turibdi. Ana 3-4 kundan keyin terim qilamiz. Kecha terim qildingiz? Ha, kecha terim qildik. 10 kun davomida 2 marta terim bo'lyapti. Shunday bo'lyapti. Yaxshi. Endi yana bir savolimiz, boshqa turdagi navlarga nisbatan, misol nomini aytamiz, shu tipga mansub bo'lgan boshqa turdagi navlarga nisbatan farqi qanaqa? Buni farqi darajalik kasallikka chidamol, ser hosil, keyin hosil ham og'irroq. Chiroyli sifatlik, bozorgirligicha.